Bugun koreys tilining 4-darsi. Siz bu 4-darsni ko'rishdan oldin 1-chi, 2-chi va 3-chi darslarni ko'rib tugatgan bo'lishingiz shart. Agarda ularni ko'rib tugatmagan bo'lsangiz, siz bu harflarni o'qishda, tushunishda va yodlashda juda ham qiynalasiz. Shuning uchun ko'rishingiz shart. Iltimos sizlardan ko'rib oling. Koreys tili sinfxonalari. Koreys tili sinfxonalari. Bu odatda koreys tili sinfxonalari Hangigo, Kyo, Shil, Hangigo, Hangu, Go, ya'ni mana bu K o'qilishi kerak edi, ammo mana bu joyda xo'ngrame bo'lganligi sababli, bu joyga o'tadi va bu G deyiladi. Mana Hangu, Go, Hangugo, Kyo, Shil, Hangigo, Kyo, Shil, koreys tili sinfxonalari. Hangigo, Kyo, Shil, koreys tili sinfxonalari. San, mana Son, S-O-N, Son, S-E-N, Son, Seng, Nim, domla ustoz. Xuddi shunday H-A-K-S-E-N, Hak, Seng. Ya'ni buni harflab o'qisangiz, keyinchalik 1-2 hafta yoki bir necha oy ichida siz bularni shunchaki ko'rishingiz bilan o'qib ketasiz, lekin birinchi ozgina qiyinroq bo'ladi. Bu vaqtinchalik. Hak, Seng, talaba, o'quvchi, Hak, Seng, talaba, o'quvchi. Yana bitta so'z bor, sinfdosh, kursdosh degan ma'noda. Panchingu, sinfdosh, kursdosh. Doshka degani. Bayda mana Ch-I-L, Ch-P-A-N. Chilpan, doshka. Xuddi shu yana bitta chek degan so'z bor. Mana shu so'zni yaxshilab yodlab oling. Cheksang, parta. Ija, stul. Chek, mana bu yerdagi chek, mana kitob degan ma'noda keladi. Cheksang parta so'zi, sang so'zi parta, lekin cheksang deb qo'shsak biz o'qiydigan, ya'ni mana bu o'zimizdan partamizga o'xshagan partani nazarda tutamiz. Ija bu stol, kitoblar cheksang. Va daftarda ham xuddi shunday so'z kelgan. Ya'ni chek. Bu gong chek daftar degan ma'noda kelgan. Qalam, yo'npil, qalam, ruchka, pulpen, ruchka, pulpen, o'chirgich. Bu yerda Ch-I, U-G-E, Uge. Shu so'zlar ozgina qiyin bo'lishi mumkin, lekin Chiuge deb aytganingizdan so'ng siz o'chirgichni chiuge ekanligini bilib olasiz va bu talaffuzga osonlashib boradi har aytganingizdan so'ng. Va yana so'z Pilton, qalamdon. Siz buni juda ham sof tarzda o'qishingiz uchun mana bunday qilib bo'lib olasiz. Pilton. Va bu patchin mavzusini ko'rgan bo'lishingiz shart. Ya'ni 2-darsni ko'rgan bo'lishingiz shart. Chunki bo'lmasa qiynalasiz. Ya'ni mana P-I-L-T-O-N bir xil. Lekin bu 3ta so'z birdan ketgan. Bu 2ta so'zning o'rtasiga yoziladi. 3-harf. Pilton, qalamdon. Shige, soat. Tol yo'q. Mana bu R L ga aylanganda, mana bu joydagi ham endi L ga aylanadi. Ya'ni tollo yo'q. Ya'ni 2ta L qilib aytiladi. Tol yo'q. Kalendar. Changmun, bu 2-darsni boshida bor edi mana. Changmun, eshik, changmun deraza degan ma'noda keladi. Mana xuddiki mana mun mana bu joyga o'tgan, mana eshik. Kamera chet eldan kirib kelganligi uchun bizga kamera so'zi shunday va yana kompyuter so'zi ham xuddiki shunga o'xshashroq. Ya'ni bu yerda kom, P-U
T O kompito kompito chizg'ich cha 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 desangiz chizg'ich cha bo'ladi. Keyin yana so'z bor. Cho'ng'i 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 qog'oz cho'ng'i. Yana bu yerda mana so'z bor. Bu G harfi edi, lekin so'z boshida kelganligi uchun K. Ke, so, kesan, gi, kesangi kalkulyator. Soyabon usan, soyabon usan, soyabon usan, soyabon usan. Kawi, kawi, K-A-U-I, kawi, bu qaychi, kawi qaychi. Chigap, bu K qilinmaydi, chunki bu so'zni o'rtasida kelganligi uchun G tarzda. Chigap, hamyon. Pit, bu S edi, lekin biz ikkinchi patli mavzusining ikkinchi qoidaning davomida buni S harfini biz T ga o'zgartirganmiz. Ya'ni pit, taroq. Ton, pul. Pichoq, kal, pichoq. Sumka. K, buni B, P emas. Kabang, sumka. Mana bu sumka degan ma'noda bildiradi. Keyin sajin, fotorasm. Kalit, yo'l sve. Mana bu V, yo'l sve. Kalit. Ya'ni birinchi darsimizdagi qo'sh unli harfdagi V harfi, yo'l sve, kalit.